Jahongir aka, endi molxonani ham yangi quribsiz, qutlug' bo'lsin. Rahmat, xudo xolasa. Sizga ham nasib qilsin shunaqa yangi molxonalar. Bu yerga ko'pchilik beton bosganimi yaxshimi yoki g'isht bosganimi yaxshimi deb o'ylanishadi. Aka, beda qimmat, to'g'rimi? Ha, shunday. Somondan nisbatan narxi arzon. Bu beda qanday foydasi bor? Qimmatligiga qaramay beryapsiz, endi bir nimani bilib turib bergansizlar. Biz asosan hozir quruq bilan boqyapmiz. Quruq ham. Quruq. Atalar qilganimizda buni unutib qo'yamiz. Biz g'isht bosishimiz sababi kattalar bilan maslahat qilgan holatda yoki bo'lmasa veterinar sifatida tajribamizdan kelib chiqib g'isht tanladik. Mana bu turbalar teshilgan. Ha, bu turbalar har bittasi teshilgan, o'sha g'isht tagidan o'tilgan. Mana bu yerda hozir g'ishtni mahkamlash uchun meni dadamlar katta usta hisoblanadilar. O'sha bir 20 yil yoki bo'lmasa 25 yil bo'ldi adashmasam. Yana bitta e'tibor tortadigan narsa aka, nimaga mana bu yoki qizil yoki boshqa rang emas, mana shu rangda. Veterinar doktorlar bizga bir boshqacha tavsiya berishadi. Molni bunday boqinglar, bunday boqinglar deyishadi. Lekin o'zlari qanday mol boqishyapti? Shularda hozir Jahongir aka, ya'ni veterinar vrachdan so'rab sizlarga chiroyli qilib videoni yoritib beramiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamay. Jimsizlar. Mazangiz yaxshimi aka? Kelib oldilaringmi? Rahmat, Xudoga shukr. Ahvollari yaxshimi? Charchab qolmayapsizlarmi? Rahmat, Xudoga shukr. Bizga bir boshqacha tavsiya berishadi doktorlar. Xo'p. O'zingiz endi uyda mana mol boqasiz. Qanday qilib boqyapsiz? Nimalar beryapsiz? Dori ukollariga shular haqida bizga chiroyli tushuncha bersangiz aka, xudo xolasa. Xudo xolasa. Nasib qilsa mana endi ozuqa berish jarayoniga yetib kelib qolibsiz Sanjarbek. Biz hozir birinchi navbatda o'sha kunjara kepagini yemini berib bo'ldik. Biz asosan hozir quruq bilan boqyapmiz. Quruq ham. Quruq. Atalar qilganimizda buni uvitib qo'yamiz. Kami 4 soat bo'lmasa 6 soat suvda uviq turadi. Uvitilgan holatda turadi. Mana shu faqirda. Mana shu faqirda hozircha hammasiga 1 kosa, 1,5 kosadan yeyapti. Kunjara. O'lchab solinadi. Berishdan oldin ustiga kepak sepib, hammasiga alohida beriladi. Keyingi navbatda o'sha silus bilan somonni aralashtirib qo'yganmiz mana. Mana hozir yetgani mana shu, to'g'rimi? Yetgan, ha. Silus somon aralashtirilgan holati bu. Silus somon beda ham bor. Ha, beda ham bor. Bu bedan drabelkadan chiqarilgan somon bilan aralashtirilgan holatda. 3 ta somon, bitta beda aralashtirib drabelkadan chiqarilgan. Ana orqada chiqarilgan holati ham bor. Mana. Lekin haqiqatan shuni silosga aralashtirib beriladi. Aka, beda qimmat, to'g'rimi? Ha, shunday. Somondan nisbatan narxi arzon. Bu beda qanday foydasi bor? Qimmatligiga qaramay beryapsiz, endi bir nimani bilib turib bergansizlar, siz bilasiz. Beda to'g'ri qimmat somonga nisbatan biz o'sha o'rin paytida dalani o'zidan sotib olishga harakat qilamiz. O'rin paytida. Sababi ham arzonroq bo'ladi, ham toza qurib qolmay turib, haligi namligi to'liq haligi tarqab ketib qolmagan holatda, chala nam holatda olamiz. Uni keyin biz salqin joyda quritib, haligi to'yimlilik moddasini o'zi saqlab qolamiz. Uni bedan o'zining xususiyatiga keladigan bo'lsak, u misol uchun 3 ta somon bitta bedani kaloriyasini bermasligi mumkin. Unda kuchli. Somonda kletchatka ko'proq, to'yimli modda. Lekin bedada nafaqat kletchatka, balki u to'yimli moddalari ham bor. Novosu yoki sog'in sigiri hammasiga effekti yaxshi. Zo'r bo'ladi. Asosan sog'im sigirlar uchun hamda yosh o'sayotgan buzoqlar uchun bedan ahamiyati juda katta hisoblanadi. Tavsiya berasiz. O'sha rivojlanishga tavsiya qilamiz. Endi bu novoslarga ham qo'shganimiz bizga tezroq yetiltirish maqsadida. Uni ham ratsionga kiritganmiz. Aka, keyin yana bitta narsani sizdan so'rayman dedim. Men o'zim mollarimni atalar bilan boqaman. Xo'p, mollarimni atalar bilan boqaman. Yozgi kunda ko'pchilik atalar berish mumkin emas deydi. Bunga nima deysiz? Yozgi kunida ham beriladi-yu, yozgi kunida tez sifati buzilib qoladi, Jamshidbek. Sanjarbek. Yozgi kunida bilan birga video olganmiz, shuning uchun aybga buyurmaysizlar. Yozgi kunida tez sifati buzilib qoladi. Ya'ni misol uchun kechki payt atalar qilinsa, atalarni bir paqirdan berildimi, usti yovib qo'yiladi. Ertalabgacha o'zini issig'i, o'zini harorati bilan sifati buzilib qoladi. Ertalabgacha 10 soat, 12 soat ichida o'zi yana sifati buziladi u narsani. Shuning uchun asosan atalar bilan berishdi, havo salqin bo'lgan paytlari, qish, kuz, bahor, sentyabr oxiri, oktyabrlarda boshlab 3 oy, 4 oy
o'sha atalar bilan berish ma'qulroq yozgi kunga Lekin nisbatan. atalarning ham effekti bo'ladi lekin. Atalarning effekti zo'r, etlarni bo'shashtirib, suv yugurtirib, suvlantirib. Hayvonni bunaqa et olish yaxshiroq bo'ladi, etini yumshatadi. Lekin shu narsani sizdan so'rayman degandim. Ko'p ko'rishib qolganimizda mana vaziyat ham keldi, so'radik. Jahongir aka, endi molxonani ham yangi quribsiz, qutlug' bo'lsin. Rahmat, xudo xolasa. Sizga ham nasib qilsin shunaqa yangi molxonalar. Bu yerga ko'pchilik beton bosganmi yaxshimi yoki g'isht bosganmi yaxshimi deb o'ylanishadi. Siz bu yerga mana ko'rishlaring mumkin, hozir operatorimiz ko'rsatadi. G'isht bossiz, to'g'rimi? Ha, biz Sababini bizga tushuntirib bersangiz aka. Sanjarbek, biz g'isht bosishimiz sababi kattalar bilan maslahat qilgan holatda yoki bo'lmasa veterinar sifatida tajribamizdan kelib chiqib g'isht tanladik. Ko'pchilik stejga ham qilyapti. Stejga o'zim stejga qilganman. Ha, shaxsan. stejga qilgan odamlar misol uchun qish kunida ozgina aziyat chekyapti. Sababi stejga g'ishtga nisbatan namlikni ko'proq o'zi saqlab turadi. Shuni hisobiga keyin stejga qilingan hayvonni tagi sirg'anchiq bo'lib qoladi. Mana hozir siyishi mumkin, axlat qilishi mumkin. Ustiga yuza namni qoplab qoladi-da stejkani. Tuyoq o'rnamaydi. Sirg'anish ko'proq bo'ladi. Ozgina buni g'ishtda afzalligi endi jinday minus tomoni hidi chiqishi. Ha, o'zida namlikni yoki bo'lmasa uni hidni shimib qolish xususiyatiga ega bo'ladi g'isht. Shuni hisobini olib, biz balandroq molxonani balandroq qilishga harakat qildik. Demoxodlar bor. Ventilyatsiyani hisobga olib, demoxodlarni ko'paytirdik. Lekin haqiqatan bu g'isht ko'pincha yana sasimaslik uchun yana nima qilgansiz bu demoxodlardan tashqari? Mana bu yerda turbalar ko'ryapsiz, shular ham shuniki endi? Ha, g'isht terishdan oldin Sanjarbek biz stejga qo'yib olganmiz. Tagini, birinchi tagini trambovkani yaxshi qilib, stejkani qilib, keyin ustidan qumni sepib, keyin g'isht terilganda bu. Mana bu g'isht o'zidan siydikni yoki namlikni o'tkazish hisobiga yoki bo'lmasa orasidan o'tishni hisobiga pastga stejga tushadi-yu. Stejga tushgan namlik sizib chiqib, o'sha teshiklar orqali chiqib ketadi. Mana bu turbalar teshilgan. Ha, bu turbalar har bittasi teshilgan, o'sha g'isht tagidan o'tilgan. Mana bu yerda hozir g'ishtni mahkamlash uchun mana bu g'isht terildimi, g'ishtni mahkamlash uchun beton quyilganda mana bu yerga. Mana bu g'isht tagigacha o'sha teshik o'tib kelgan. Mana bu teshiklar har bittasi. Zo'r. Bu o'zingiz o'ylab topganmisiz endi buni yoki bir yerda ko'rib? Yo'q, men dadamlar katta usta hisoblanadilar. O'sha bir 20 yil yoki bo'lmasa 25 yil bo'ldi adashmasam, shundan bir ustachilik qiladilar. O'zlari qurilishni nima sohasi bo'lsa, qaysi turi bo'lsa, hammasini qo'llaridan keladi. Hammasini tushunishadi. Qayerda bo'lsa ham dadamlar o'zlari shu molxonalarni qurib, bu narsa o'zlari ko'rib, tajribalardan o'tgan. Bu narsani to'g'risi dadamlar tavsiya qildilar menga. Mash teshiklarda. Men ham shu yerda o'zimiznikida ko'rdim bu narsani birinchisi. Oldin shuncha molxonaga kirgan bo'lsam, birortasida bu narsa yo'q edi. Dadamlar tavsiya qilish shu narsani qo'yib ketaylik o'g'lim deyishdi. Hozir ko'rib shunga hayratlandim. Bu sabab nimaga ekan? Keyin mana bu shuvoqqa ham bir boshqa e'tibor beramiz bunga ham. Bitta chiroyli layklaringizni bosib qo'yasiz. Shuvoq, bunaqa tek shuvoqni ko'rmaganman to'g'risi. Jahongir aka, ham o'zlaring qilgan ekansizlar. Ha, biz molxonani qurilishida Sanjarbek bizdan asosan material talab qilindi. Materialni mana bu g'ishi, sementi, temirlari, yog'ochi, shiferini biz sotib olgan bo'lsak, misol uchun. Lekin ustaga biz pul sarflamadik. Sababi aka-ukalarimiz, amakilarim kelib hashar qilib qarashdi. Dadalarim o'zlari shu o'zimizdan bo'ldi-da usta haqqi. Shuning uchun katta ketmadi. Bitilgan joy. Shunday. Deyarli hammasi biz o'zimizning qo'limizdan chiqqan. Yana bitta e'tibor tortadigan narsa aka, nimaga mana bu yoki qizil yoki boshqa rang emas, mana shu rangda? Bu savolni berishdi. E'tibor bersangiz Sanjarbek, ko'p temir mahsulotlari yoki bo'lmasa katta bir qurilish obyektlarida mana shu rang ko'proq tanlanadi. Shuningdek, molxonalar ham shu rang tanlanishiga sabab birinchi navbatda hayvonga zogiyenik talablar bor-da. Havoning namligi, yoritilganligi, havoning harorati. Xuddi shuningdek mana bir ranglar ham qo'rqmaymiz. Mana bir ranglar ham. Agar biz bo'g'roq qizil yoki bir palovoymi yo bir jigarrang yoki bir
qandaydir ko'zga tashlanadigan bir bo'g'iqroq rang qilib qo'yadigan bo'lsak, bu hayvonga stress, yomon ta'sir qilib qolishi mumkin. Shuningdek, ham uni kayfiyatini ko'tarish maqsadida, stresslarni oldini olish maqsadida shu rang tanlangan. Ancha foydali ekanda bu rang. Shunday, xudo xolasa. Lekin yaxshi. Hayvonlarimizning o'zgarishi yaxshi, yeb ichish ham yaxshi. Mana o'zingiz ko'rdingiz. Hozir aynan o'sha yeydigan paytda. Mana buni yaqinda olib keldim dedingiz, ha? Ha, bu kecha keldi. Kecha abitdan keyin keldi. Hali to'lig'icha bir-birimizni tushunganimiz yo'q. Tushuna olmayapsiz sekin-sekin. Bizning xarakterimizga yo biz buni xarakteriga tushuna olganimiz yo'q. Sekin-sekin. Nargilarga o'rganib qoldik-ku. O'shanga buni alohidalab qo'yganmiz. Bu bir-biri bilan ham tushunmayapti. Buni kecha bozordan oldingiz. Kechami, avval kunimi, to'g'rimi? Kecha shanba kuni Yangiqo'rg'onda mol bozorida olingandi. Kecha olib kelindi. Bozorda narx-navosiga qanday? Narx-navolar biz anchadan beri chiqqanimiz yo'q. Ha, narx-navolar Sanjarbek ancha o'zgardi. O'zgargan. Misol uchun bir oy oldingi narxlar hozirga nisbatan to'g'ri kelmaydi. Tashladi 1 million, 1,5 million, 2 million so'mgacha hayvonda narxlar pastladi. Tushib ketgan. Bundan xursandmiz. Sababi oddiy xalq qiynaldi. Haqiqatan. Sotayotgan odam uchun yaxshi bular. Lekin oladigan odam. Ha, mol qilaman, sigir qilaman yo bo'lmasa sog'ib o'shandan tirikchilikni o'tkazadigan oddiy xalq ham bor-da. Ular qiynaldi mol olish uchun. Lekin mana buni nargi 4 tani biz ham aynan o'sha patologga chiqib narxlar ko'tarilgan paytda olganmiz. O'ta qimmat paytda Qimmat paytida mart oyini 4-mi, 5-sanasida olib keldik. Ikkitasi 15 million 400 ming so'mdan, ikkitasi 15,5 million so'mdan tushgan. Aka, yana bitta savol achchiq. Endi siz ko'nglingizga bir boshqacha botishi mumkin. Hozir mana shu mollar narxi qancha hozirgi bozorda? Narx-navosiga hech qiziqib ko'rdingizmi? Bu narxlar hozir adashmasam, bunday kecha bozorlarda ko'rgan bo'lsak, 17 millionga boradi. 16 million, 17 million, 17 million o'tishi ham mumkin. Hozir shu narx bo'ldi. Men agar o'sha narxda, o'sha bir oy oldingi narxda xuddi shu holatda hayvonni sotganimizda hozirgi, balki bir 18 millionga sotardik. Balki 18,5 millionga sotardik. Endi nasib. Xudo xolasa biz hozir yemni kuchaytirmayapmiz. Kam-kamgina bir xil me'yorda berib borishga harakat qilamiz. Bular o'suvchi narsa. Biz uzoqroq boqish niyatimiz bor, xudo xolasa. Hali yoshi yetmay, anaqa 2 yoshga yetmagan. Yo'q, hech qaysida bir kurashchi chiqarmagan. Yosh buzoqlar hisoblanadi hali bular. Yaxshi, tushunarli aka. Yana video davomida qanday kamchiliklar bo'lgan bo'lsa yoki bir qolib ketgan savollar bo'lsa, kommentariyada yozsangiz, xudo xolasa Jahongir aka javob yozishga harakat qilasiz. Biz kuzatib boramiz. Sanjarbek sizni ham obunachingizmiz. Doim kuzatamiz Instagramda ham, YouTube kanalingizda ham. Xudo xolasa kommentariylar, qandaydir izohlar, qo'shimchalar, savollar bo'ladigan bo'lsa, javob qaytarishga harakat qilamiz. Sizni ham Instagramingizda описание yoki kommentariyada belgilab ketaman. O'tib bemalol direct orqali yozib, sizdan maslahat yoki savollar, imkoniyat darajamizda vaqtimiz ulgurganimizcha javob qaytarishga harakat qilamiz. Qo'limiz o'sha ilmimiz, bilimimiz yetgan darajagacha. Xudo xolasa vaqt ajratishga harakat qilamiz. Yashang, rahmat aka. Ko'pchilikka bu video foydali bo'ldi. Agar kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga o'tib obuna bo'lib, videomizga tekshirib laykingizni bosib qo'ying. Jahongir aka, sizga ham rahmat. Sizlarga ham rahmat, Sanjarbek. Xayrlashib qolamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha.